Golubika o'simligi haqida eshitganmisiz? Bu savolga ko'pchilik yo'q deb javob qaytarsa kerak. Chunki ushbu shifobaxsh o'simlik respublikamiz hududida unchalik ommalashmagan. Buning asosiy sabablari ham bor va bu borada olimlarimiz tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan Toshkent davlat agrar universiteti yosh olimi, qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori Akbar Qurbonmurodov ushbu yo'nalishda 2019-yildan buyon ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Bugungi kunda dunyo bo'yicha juda tez ommalashayotgan golubika o'simligi hisoblanadi. Buning boisi beqiyos ta'mi, shifobaxsh va vitaminga boyligi. Bu duyuk navi o'zimizda bu Polsha davlatidan introduksiya qilib kelingan. O'zimizda hozir respublikamizda 10 gektardan ortmoqda buni hozir hajmi. Bu keyingi sekin-sekinlikda ortib, bir 2025-2026-yillarga borib buni hajmini 100 gektarga oshirish rejalashtirilmoqda. Toshkent viloyatida o'zimizda Toshkent davlat agrar universiteti tajriba stansiyasiga o'zimiz yetishtiryapmiz. Mana shu golubika ko'chati yetishtirish bo'yicha yaqinda PhD yo'qladim, doktorskiy yo'qladim. Kelajakda bu xudo xolasa buni yana ham kengaytirib, o'zimizda bu yangi o'simlik bo'lganligi uchun hozir buni 1 kilo mevasi korzinkada 500 ming sotilyapti. Chunki bu sekin ehtiyoj bor, talab bor, faqat bizda bu nima uchun qimmatligi sababli bizda ko'chatchiligi muammo bo'lib turibdi. Agar biz buni ko'chatchiligini yo'lga qo'yib, ko'chatchiligini rivojlantiradigan bo'lsak, bu narx keskin kamayib ketadi. Golubika uni xalq tilida chinni gul, buta mevasi yoki botqoq qarag'ayi deb ham atashadi. Bejizga botqoq qarag'ayi deb atalmagan, chunki golubika tabiiy holda asosan botqoqliklarda o'sadi va uni madaniy yetishtirish uchun nordon va yaxshi namlangan tuproq talab etiladi. O'zimizda tuproqlarda yetishtirilyapti. Bu faqat substratlarda yetishtiriladi. Juda vitaminga boyligi. Bu faqat substratda yetishtiriladi. O'zimizda respublikamizga faqat torflarda yetishtiriladi. O'zimiz tuproqlarimiz ishqoriy bo'lganligi uchun faqat torflarda yetishtirilyapti. Buni shifobaxshligi birinchi navbatda ko'zga juda foydasi katta. Bu masalan qandli diabetli kasalliklarga ham, bu qandli diabetli kasalliklarda ham qonni tozalaydi bu. Qandli diabetli kasallikka chalinganlarni o'sha nimasini normada saqlab turadi. Oshqozon osti bezi nimalarini ham yaxshi ishlashiga yordam beradi. Juda shifobaxsh o'simlik. 2 yoshdan boshlab hosil beradi. Ko'p yillik o'simlik yashayveradi. Faqat buni biz birinchi navbatda parvarish qilishimizda faqat substratlarda, torflarda yetishtiriladi. Bo'ldi. Buni boshqa o'zimiz tuproqlar yuqori bo'lganligi uchun faqat substrat torflarda yetishtiriladi. Bunda bitta muammo, bitta shu. Boshqa muammosi yo'q. O'zi sovuq iqlim, buni o'zi vatani Shimoliy Amerika. Bu sovuq mintaqadan kelgan, buni sovuq urmaydi. Buni o'zimiz o'tgan yil qancha, masalan 30 gradusga sovuq bo'ldi, lekin buni sovuq urmaydi. 40 gradus, 45 gradusgacha chidaydi. Buni faqat o'zimiz respublikamizda issiq, o'zimiz viloyatlarimizga qarab 40 gradusdan oshiq bo'ladi. Buni faqat o'sha issiqdan sal qiynaladi. Shuni issiqdan saqlashimiz uchun albatta o'sha setkalardan, to'rlardan ustini soyabon qilish uchun foydalanadi. Bo'ldi, boshqa bunda muammo yo'q. Keyin buni sug'oradigan paytimizda ham albatta buni suvni pH-ga qarab sug'orishimiz kerak. Bu o'zi issiqsevar o'simlik, lekin o'zimiz respublikamizda aksariyat viloyatlarda issiq bo'lganligi uchun buni albatta o'sha setkalardan foydalanishimiz kerak. Ushbu o'simlik hozirda dunyo bo'yicha juda tez ommalashayotgan qimmatli rezavor mevalardan biri sanaladi. Buning boisi uning beqiyos ta'mi, vitaminga boyligi va shifobaxshligidir. Ushbu o'simlikning bugungi kundagi yalpi yetishtirish hajmi 1 million tonnadan ortadi. Dunyo ekspertlarining fikricha keyingi 2 yil ichida uning maydoni yanada ko'payib, eksport salohiyati 2025-yilga borib qariyb 3 milliard dollarga yetishi bashorat qilinmoqda. O'simlikni yetishtiruvchi asosiy davlatlar AQSh, Kanada va Chili bo'lib, dunyo yalpi mahsulot hajmining 70% qismi ular ulushiga to'g'ri keladi. Har bir gektardan 20 tonna meva olishadi. Respublikamizda esa gektardan 40 tonnagacha hosil olish imkoniyati borligi aniqlandi. Ta'kidlash kerakki, shu paytgacha yurtimizda ushbu o'simlik bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmagan. Tadqiqotchi tomonidan golubikaning morfobiologik xususiyatlari o'rganilganda, yangi o'simlik turi mamlakatimiz tuproq iqlimi sharoitida samarali ko'paytirish va muvaffaqiyat bilan yetishtirish mumkinligi ma'lum bo'ldi. Faqat O'zbekistonning aksariyat tuproqlari ishqoriy bo'lib, uni yetishtirish uchun maxsus nordon tuproq substrati bilan to'ldirilgan tuvakli yoki handakli tizimlardan foydalangan ma'qul. Xullas, golubika yangi joylarga ekilganda yaxshi tutib ketavermaydi. Biroq tegishli sharoitlar bilan ta'minlansa, ekilgandan so'ng 3 yil o'tib dastlabki hosil nishonalarini bera boshlaydi.